Ture, ishga kech qolyapmiz. 5:30 bo'lib soat. Tur, bo'l. 5:30 Kech qolyapmiz. Davay tezlash. Qayga 5:30da? Yuzdan qolasan, bo'lmasam tur, davay. O'zbekistonda soat 5da maza qilib uxlardim. Kerakli ishga chiqish kerak ekan. 5da samoshga chiqish kerak ekan. Ay, bekor kelibman shekilli. Nima kiysam ekan? Qaysi kiyimni kiysam ekan? Non kiyaboraman endi. Aka, ketdingmi aka? Bo'lurami ketdi-da, eshitib qilamiz endi. Ye, nima kiyim? Bu doston bu yasanib to'y ketyapsan. Ishga shunaqa kiyim bor. Bo'lmaydi, bularning rasvos chiqib ketadi. Rabochiy kiyimlaring bormi? Boshqa kiyim yo'q, shu aka men. Ish shafini qarasang, rabochiy kiyimlar bor, eski kiyimlar. O'shini kiyib tush. Sizgami short kiyib kelaman, bo'yingizni qarang aka. Hatto sen ham kiygansan. Bo'lmasa mashinada sheriklar kiyimlari o'shini kiyib olaversan. Davay aka, davay. Mana ofisda ishlaymizmi ofisda aka? Koreyada kim ofisda ishlabdi, doston? Buni dala ishini gaplashib qo'yganman. Dalada ishlayman Mana o'tlarni yulsa $100 dan 200imiz bor. Sig'ida qorayib ketaman, Instagram chiqib. Mana, buni kiyib olasan, men o'zimga boshqa olaman. Mana. Voy, shuncha o'ta. $100 topishim qiyin ekan, Koreyada onasini emsan bu yog'ida endi. Charchanim bor aka, 100-200 bor aka. Ha, 100-200 bor. Endi aka, chotga ovqatlanadigan restoranga borib aka. One Room degan restoran bor, uch boraman. Yoraveradi. Qon 2 yoshli yuring aka Pedro aka. Aka men hozir shunda kiyinaman, 2 mingta restoranga boramiz. Qimmatlanadi. Qanaqa 2 ming? Qanaqa restoran? Ana Haladeniyda olsang, kechagi osh bor. Isitib yorasan. Restoranga boramiz o'zi. $200 bor. Ha, u $200 joyi bor, Dostonbek. Qachon olamiz mashinani unaqada? Voy, aka, 2 yoshli. Bosham yo'q, bitta ramyon qoldi. Ya ramyon chamizmi aka? Ha, shu ramyon damlab ichaver. Bu kambag'allar ovqati O'zbekiston. Koreyada boylar ham ramyon yeydi nima deyapsan? Endi Koreyasi. Itta ishlar ramyon chaman menda onasini endi.